Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, tuzmisizlar, charchamayapsizlarmi? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Suv bilan boshladinglar degan umiddaman. Bugun darsimiz shu tarzda bo'ladi, chunki necha marta video olsam ham, saqlanib qilsam ham hech ham saqlanib bo'lmayapti, yo o'chib qolyapti, yo yozilmay qolyapti, yo ovozi chiqmay qolyapti. Shuning uchun передний kamerada shunaqa dars o'tib beraman sizlarga. Xo'p, bugungi darsimizning mavzusi bu semirishimizni sababini aniqlash, semirish sabablarini ko'rib chiqish. Xo'p, endi sizlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, semirish sabablari ikki turga bo'lsak bo'lar ekan. Undan oldin sabab va oqibat tushunchasini tushunib olamiz. Ya'ni hech narsa sababsiz bo'lmaydi. Masalan, qarang, ustozimiz zo'r misol aytganlar, ota-ona sababini qiladi va farzand dunyoga keladi. Hech qachon farzand ota-onasini tug'a olmaydi degan savol, ya'ni misol berganlar. Juda ham bir noodatiy misol va tez tushunarli, ammo noodatiy misol deb o'ylayman. Xo'p, endi masalan hech narsa sababsiz bo'la olmaydi. Masalan, qatimiz og'rishi ham yoki dori ichishimiz ham hech narsa, bu oqibat hisoblanadi. Oqibat esa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Ya'ni nimadirning sababida biz oqibatida rezultatini ko'ramiz. Ya'ni любой bir действие bo'lmas turib rezultat bo'lmaydi. Yana nima desam bo'ladi? Masalan, biz dars qilmasdan, darsimizni даже ochib ko'rmasdan hech qanaqa biz bilim ola olmaymiz. Yoki-da nima desam bo'ladi? Instagramga bloger bo'lish uchun, masalan, oddiy olib ko'raylik. Bloger bo'lish uchun biz nima qilishimiz kerak? Sababini qilishimiz kerak. Sababi nima? Biz reels joylashimiz kerak, video olishimiz kerak, yo'nalish tanlashimiz kerak, действие qo'yishimiz kerak. Hech qanaqa действияsiz, ya'ni sababsiz biz rezultat ola olmaymiz, ya'ni oqibatini ko'ra olmaymiz. Shuning uchun buni tushunib oldik degan umiddaman. Endi semirish sabablarini ikki turini ko'rib chiqamiz. Birlamchi va ikkilamchi. Birlamchisini oladigan bo'lsak, alimentar semirish hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Bizani oddiy tilda aytganda elementar semirish. Bu semirishlarning 98 va 92 va 98% tashkil etadi. 100% butun dunyodagi semirishlarni oladigan bo'lsak, bu ulardan 98%gacha o'ziga oladi. Bu degani qanaqa semirish? Ya'ni bizani ko'p ovqat yeyishimizni, ishtahamizni nazorat qilmasligimizni oqibatida kelib chiqadigan semirishlar hisoblanadi. Ikkinchi semirish, ya'ni ikkilamchi semirishimiz simptomatik semirish hisoblanadi. Ya'ni bu simptomatik deganda nima? Biron bir organizmimizda bu kasalliklar o'zlarining oqibatida kelib chiqadigan semirish hisoblanadi. Qizlar, bizani simptomatik semirishimiz o'zidan o'zi kelib chiqmaydi. Bu bizani va birlamchi elementar semirishimiz ham o'zidan o'zi kelib chiqmaydi. Ular ikkalasiga o'zaro bog'liq va bir-biriga turtki beradi. Masalan, organizmimizda o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, yoki qanaqadir gormonal o'zgarishmi yoki biron joyimizda qanaqadir muammolar tug'iladigan bo'lsa, bu elementar semirishga, birlamchi semirishga turtki bo'ladi. Ya'ni turtki bo'lgandan keyin bizani ishtahamiz bloklanmaydi va ko'p kaloriya iste'mol qilib yoramiz. Ko'p ovqat, tizimsiz ovqatlanib, umuman nazorat qilmasdan ovqatlanganimizdan keyin bu semirish kelib chiqadi. Ya'ni tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin kommentariyada yoki chat qismida yozishingiz mumkin. Men yana tushuntirib berishga harakat qilaman. Yanada sodda tilda. Simptomatik semirishni ko'rib chiqamiz. Birinchisi genetik muammolar. Ya'ni bu nima? Bizning ishtahamizni bo'g'uvchi gormonlar bor. Bu leptin gormoni, melanokortin gormoni, bu oxirgi yillar olimlar ta'kidlayotgan gormon nomi. Genlar aniqlangan FTOL gormoni bor. Bular bizning ishtahamizni bo'g'ishda, miyadagi markazni bloklashda, ya'ni ishtaha markaziga ta'sir qilib bloklovchi vazifasini bajaradi. Ya'ni biz ovqatlanayotganimizda to'yim hissi bo'lganda bizda leptin, shu 3 ta gormon bizning miyamizga signalga yuboradi. Ishtahani nazorat qiluvchi markazga signalga yuboradi va biz ovqat yemaymiz.
va shunaqa bo'lgandan keyin ular yaxshi ishlagandan keyin ishtahamiz vaqtida bo'g'ilib, ya'ni ko'p kaloriya iste'mol qilmaganimizdan keyin bizda bu muammo kelib chiqmaydi. Lekin agarda buzilish bo'ladigan bo'lsa, bu muammo kelib chiqadi. Yana bitta narsa, agar ishtahamizni nazorat qiluvchi, ya'ni ishtaha bo'g'uvchi markazda yaxshi ishlovchi bizning gormonlarimiz bor. 3 ta gormonimiz bor. O'sha gormonlar bizning hazm tizimimizda va yog' qismida, yog' qatlamlarida ishlab chiqaradi organizmimiz. Ya'ni agarda bizning genetik muammolar bo'ladigan bo'lsa, biron bir organizmimizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu gormonlar yaxshi ishlamasa, bu miyamizga signal bormagandan keyin umuman biz ishtahani nazorat qila olmaymiz. Ya'ni tinimsiz kaloriya iste'mol qilamiz. Xo'p, ko'p kaloriya iste'mol qilamiz. Xo'p, ko'p kaloriya iste'mol qilish degani bu qanaqadir nisbiy tushuncha. Ya'ni biz ko'p kaloriyani ya'ni ko'p narsa yeb ozgina kaloriya iste'mol qilgan bo'lishimiz mumkin, yokida ozgina narsa yeb ko'p kaloriya iste'mol qilgan bo'lishimiz mumkin. Buni hali kaloriya mavzusida yana o'tib boramiz. Основной, ya'ni yanada yaqin ko'rib chiqamiz, yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz demoqchiman. Endi bunga e'tibor beramiz. Bizning genetik muammolarimiz, ya'ni xolamizda semizlik, ammamizda semizlik, biron bir qarindoshimizda, ota-onamizda semizlik, onamizda semizlik, bu bizani o'zidan o'zi semirtirib qo'ymayapti. U aslida butun semirishlarni 100% qilib oladigan bo'lsa, atigi 2% tashkil etadi. Ya'ni nima demoqchiman? Boshdan aytamiz. Genetik semirish, ya'ni genetik muammolar bizani o'zidan o'zi semirtirib qo'ymayapti. Ya'ni bizani ishtahamizni nazorat qilishni sustlashtiryapti va biz ko'p kaloriya iste'mol qilibgina keyin semiryapmiz. Agar bilsangiz, oldindan o'zimiz ham aytgan bo'lishimiz mumkin, shu fikrda men ham bo'lganman. Ya'ni genetik semirish bu genga bog'liq. Ya'ni 30 yoshdan keyin semirib ketish, 40 yoshdan keyin semirib ketish. Onasi semizda qizi ham semirib ketadi yoki ammalariga o'xshabdi, xolariga o'xshabdi, bilmadim, tog'asiga o'xshabdi. Farqi yo'q. Hamma semirish bunga o'xshashlikni umuman aloqasi yo'q ekan qizlar. Hozir bitta fakt aytsam hayron qolasizlar. Bizdagi bo'layotgan semirishlarni adiga 2% genetiklarga bog'liq ekan. Ya'ni genimizga tortar ekan. Qolgan 98% bu bizani ishtahamizdan nazorat qila olmasligimizdan, ko'p ovqat yeb olishimizdan ekan. Masalan, agar bizda 10 kilogramm ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bizani ichidagi shu 10 kilogrammning ichidagi genetik semirishimizga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan semizligimiz, og'irligimiz atga 200 gramm tashkil etadi. Bu 10 kiloning ichida agar bo'lmasa, uni hammasi ham bizani genetik emas, ya'ni birlamchi, ya'ni elementar semirishimizga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Hammasi bizning ishtahamizdan nazorat qila olmaslikdan kelib chiqadi. Endi bu nimaga bog'liq deydigan bo'lsak, bizani xuddi onamizdagi yokida xuddi xolamizdagi, ammamizdagi, amakimizdagi, bilmadim, butun bir qarindoshimizdagi semirib ketishimizning eng katta sababi bu bizning ovqatlanish tartibimiz, ya'ni odatlar. Masalan, odatda oladigan bo'lsak, bir xil ovqatlanish tartibi. Masalan, kechasi ovqat yeyish odati paydo bo'ladi, shakllanib kelgan. Ya'ni onada semizlik bo'lsa, bolada bo'lishini sababi, ya'ni ovqatlanish tarzi, ovqatlanish turi bir xil bo'lganidan. Masalan, qaranglar, ertalab yeydigan narsasi, ya'ni bola ona nima bersa, o'shani yeydi, to'g'rimi? Ya'ni u to'g'rimi, noto'g'rimi, balki noto'g'ri ovqatlanayotgandir. Uni nazorat qilmasa, tekshirmasa, xuddi shu odatga bola ham o'rganadi. Masalan, qarang, shaxsan o'zim nonni ham non bilan yeyman deydigan gap bor, to'g'rimi? Xuddi shu kabi odamlarni turiga kiraman. Masalan, qarang, masalan, o'zimni oladigan bo'lsam, даже xonimni ham, xamir ovqatlarni ham non bilan yemasam yeydigandek bo'lmasdim. Ya'ni xuddi qornim to'ymayapti, mazza ola olmasdim.